Menga shu yoqadi, bilaman, sizga ham shu desert yoqishini. Shu sababdan bugun shuni retsepti. Fransuz keshu xamirini ekler xamiriga nisbatan 5% ga quyuqroq tayyorlaymiz. Bu degani xamirga 10-15 gram tuxumni kamroq solamiz. Qolgan texnik tayyorlash jarayonlari va grammajlari bir xil. Profilimda ekler tajribasi va ekler xamirini video retsepti mavjud. Fransuz keshuga ham ana o'sha retsept asosida xamir tayyorlaymiz. Kreklin uchun sariyog' haqiqatdan ham 82,5% tabiiy va sifatli bo'lishi juda ham muhim. Sariyog', un va trosnikov shakarni blenderda aralashtirib xamir tayyorlab olib, xamirni 2-3 mm qalinlikda yoyib olib morozilkaga muzlatishga qo'yamiz. Avval zavarnoy xamirini balandroq quyib tayyorlab olib, toshdek qattiq muzlagan kreklinni dumaloq shaklda bo'lib chiqib zavarnoy xamiriga qo'yib chiqamiz. 180 darajada qizib turgan duxovkada 35 daqiqa davomida pishirib olib, pishgandan so'ng duxovkani o'chirib, duxovka ichida birozgina sovitib olamiz. Nachinkasi ko'ngil ochadigan kislo-sladkiy bo'lib chiqishi uchun smorodina bilan olchani blenderda maydalab olib, shakar va jo'xori kraxmali bilan 5 daqiqa qaynatib, konfi tayyorlab olamiz. Soddaroq qilib tushuntirganda 5 daqiqali vareniya. Konfini xolodilnikda yaxshilab sovitib olamiz. Konfini xohishga ko'ra qulupnay yoki malina bilan ham tayyorlasa bo'ladi. Flamberni krem video retseptini ushbu video yonida siz uchun joylab qo'yganman. Agarda qo'rqmasdan ishonch va muhimi mehr bilan tayyorlasangiz, inshaalloh albatta sizda ham xuddi shunaqa chiqadi.